Hammaga salom, xayrli oqshomlar. Biz bugun Emine Hanım bilan akşam aylangani chiqdik. Charlottenburg rayoniga. Ko'ramiz narx-navolar, ko'rsataman sizlarga kiyim-kechak, bu narsalar. Hech qanaqa reklama emas. Şu TK Maxx'e kiramiz, ko'ramiz narxlar qanaqa kiyim-kechaklar. Hoppa. Emine Hanım bir şeyler beğenmeye çalışıyor. Ne kadarmış? Kaç euro? Taraf pahalı genelde. 170 euro. Bu Pascal Jenski. Ben marka olanlar. Wow, bu güzelmiş. Al bakayım. Alın. Vay. Kaç euro? 169 euro. Jenski. Hani qishki ufq kiyimlar hammasi 100 euro bilan 200 euro arası. Mana shu osib turgan hammasi. Normal narxmi, qimmatmi, arzonmi? Endi uni bilmaymiz. Germaniyaga ko'ra yaxshi narx bizga kerak. Palto mu deymiz biz buna? Efendim? Kaç paraymış o? Şu güzelmiş. Tamam. Kaç para? Kaç euro? Şurasında mı yazıyor? Yok, 300 Orada mı yazıyor? 150? Acı narsalar. Kurtkele, murskoy. TK Maxx'te tahminen 3 euro, 129 euro. Yok ama 100 eurodan boshlanishadi. Masalan, yengilroq kiydilarkan. Yengilroq nishpul 129 bilan 129. Yakel mantel pardon. 59-60 euro. Bu qandaydir kurtka, issiq kurtka. Bu arzon ekan mana. Arzon narsalardan bor ekan. Kitirlar, hamma narsa mana. Pul bo'lsa hamma narsa bor ekan mana. Palto. 59. Futbolkalar mana. Futbolkalar ham bor ekan. Futbolkalar 34 eurodan har xillari bor ekan. Jins shimlar mana 59, 32, 20 euro, 49. Hammasi chiroyli, çok güzel bir pantolonlar. Yani shimlar. Bular ama napsroq ekan. Qishga ko'ra mashkilik. Ama lekin 9 euroga ham bor ekan. Nimaga unaqa? 19 euro. 24 euro. Jimperlar. Qazoqlar. 29. 64. Yani shuni ko'raylik. Endi bularning markasi nima bilmayman. 30. Ya'ni cho'ntakka ko'ra, narxga ko'ra, ya'ni sharoitga qarab, kachествosiga qarab har xil narxlarda, har xil shimlar, jemperlar mana bor ekan. Hatta yana bir ikkita ko'rsatay. 24, 49, 49, 19 mana. 39 hammasi.
Oyoq kiyimlar. Endi bular qanaqa marka ekan kim biladi. Mana yozib ham qo'yishibdi. 35 euro. Mana shu oyoq kiyim. 35 euro, 69 euro, 34, 49, 50. Mana bu 129 euro ekan. Endi ular kачествосiga qarab narxlar o'zgaryapti. Mana 59 yozgi, qishga. Mana bu yerlarda ham tufli 50 euro. Mana bu yumshoq lattalik 45 euro. Bu nima bu? Uncha kiy olmayman, lekin 30 euro ekan mana. Narxlar chiroyli narxlar. Mana qishlik 80 euro. Oyoq kiyimlar. Hammasi mujskoy. 30 euro. Shu chiroyli ekan-a? 40 euro. Har xilidan bor ekan mana. 30 euro. Mana bu haqiqiy qish sapoglami deymiz, nima deymiz? 70 euro. 70 euro. Sapoglar. 100 euro. Mana bu nima bu? 249 euro. Bu qanday marka shekilida endi. Kanadani bargidaqa rasm bor. Ajib-ajib jinnig'ini narsalar 40 euro. Buni kiysam g'alati o'qilaman-ku. Tuflini qaranglar. Korishneviy bir narsami? 60 euro. Bu shipakmi bu? 40 euro. Домашний shipak. 30 euro. Bu nima ekan? Bu ham bir qishlik bir narsa. 70 euro. Yaxshi narsa ekan. Har xil. Har bittasini ko'rsatolmaymiz bunaqadan. 80 euro. Ajoyib narxlar, ajoyib oyoq kiyimlar. Hammasidan, hamma joydan mana. Bu nima ekan? Polo. 45 euro. Ba'zilari haligi bitta razmer qo'yib ketganlar arzon bo'lsa kerak. O'shaning uchun arzon. Hani yangi kelganlar qimmati bitta qolib ketadi-ku, ostatkalar. Shunaqalar shiklik. Shu sapok 60 euro. Juda chiroyli. Yangi yil suvenirlari. Archalar. Jadalar bayramidagi o'sha qo'q-ku. Ayoq. Bir narsalar. Hammasi ko'zni qamashtiradi ham. Hammasidan og'rib, yo'qib qo'ysangiz, nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmay turadi, chang bo'lsa bartasi. Yomon chiroyli kulyapti. 13 euro ekan shu. Merry Christmas. Muborak Christmas yaqinlashmoqda. Yorumdagilar allaqanaqa tovushlar, ohanglar chiqaryapti, tushunmayapman. Yo gaplashyaptimi o'zi bilan o'zi. Juda chiroyli. Ularni batareyaga qo'yib tring qilib muzikalar bilan aylantirib aniq qilib qo'ysa kerak. Men tudab mana qilib aylanaman. Mana chiroyli ekan. Endi buni qimlata olmaymiz.
Qorbobojon, Qorbobo 100 euro ekansiz. Siz nima qilaman uni? Qayerga qo'yaman? Voy, mana sovg'alarni qo'yib qo'yadigan paypoqmi? Yo'q, chanaga o'xshash bir narsa ekan. 13 euro. Bir narsalar. O so'mkalar mana chamadonlar. 64 eurodan boshlanib mana ketyapti. Yana bittasini ko'raylik shu narxini. 64. Ha, bu o'rtancha bo'yi. Yaxshi. Neydi? Skоворodka qozon deymizmi? Bunga qarang. To'qimlar. Donasi 29.99 bo'lsa kerak. Yaltillab chiroyli bo'ladi, lekin 2 marta gazga qo'ysak qaroy turib buni. Yenasini ko'rsatamiz. Yig'iz suveneri yapib ketdi mana. Ko'zlarim yoshlanib quvnab ketyapti-ku. Yostiqlar. Adiol. Yostiqlar. Jup-jupmi, dona-dona menda qana. Narxlarni, ha, nimaga? Bir donasi 20 euro ekan. Mana ular nima? Shal. Mana edi ham bor ekan mana. 13 euro yostiq. Endi balki divanlarni, kreslolarni ustiga qo'yib qo'yadiganlardan-da, endi. Vidga. Juda chiroyli. Mana qarang. Nima sansan? 130 euro. Soatga ham chiroyli qo'yishdi. Yo'llarda ham bir narsalar. Sham ekan bular, ha, sham. İdishlar ichiga sham qo'yib qo'yishdi. O svetilnik deymizmi, nima deymiz? Bu kechqurun yotog'i yoniga qo'yib qo'ydik-ku. 30 euro shu. Manaqalar sal oddiyroq shekilli bular. Qancha ekan? 14-15 euro. Bu 40-45 euro ekan mana bu. Ve biz bunu sindirib qo'yamiz, bizga bo'lmaydi. Har xil. Mana qaranglar, har xil chiroyli notebooklar, daftarlar, ustidagi desenlari chiroyli ko'rib inson 6 euro ekan. O'qib yoz borgilari kelar ekanda, mana qarang, 2026-yilda plan daftari ekan. Monday bu ishni qildim, Tuesday shuni qildim, chorshanba kuni bu senshanbaga bordim, payshanba kuni payshanbalik edi, juma kuni jumaga bordim. Shanba yakshanba dam. Ish bilaganmiz. 8-9 euro ekanmiz. Men hozir yuqori qavatda tushib, pastki qavatga tushib kelyapman. Emina xonimning yoniga. Endi ularni topfasaga bo'ldim. Qayda yuribdi ekan. Ve hammasi jenskiy. Emine Hanım biraz alışverişini yapsın. Bir narsalar olayapti. Boshim og'rib ketdi. Men bir shu telefon, kompyuter narxlarini bir ko'rib chiqishni yon tarafda MediaMarkt bor. Albatta bu ham reklama emas, hech qanaqa. Bir kirib narx-navolarni ko'rib chiqadigan MediaMarktda. Yo'q, avtomat ishlamayapti ekan. Yuramiz. iPhone 17 Pro Max fiyati narxi 1449 euro. 1449. 1 terabayt 1949. 2 terabayt 2449. 512'ligi 1600 euro. 17 Pro Max va original naushniklari bularni narxi hech pul bilmadim. Bu yoqda ham soatlar bor ekan. Alloh bu narsalar tushunmaymiz biz.
iPhone 16e narxi 629 euro, 128 GB, 256 GB, Normal one with noise cancelling. Noise cancelling is 180. And also the 19% discount you have. No, Apple is not included in this price. iPhone 16 Pro'da 128, 819, 256, 959, 512, 1000. iPhone 17 Pro'da 17 bo'lsa kerak bu. 256'lik 949, 512'lik 1200 neredeyse. Renklere göre. So, iPhone 17 Pro Max. Bu iPhone 17 Pro 1 terabaytligi 1800, 512, 1500, 50, 256 yani gigabayt 1300. iPhone 17 bu Air degan ekan 17 lütfen 256 1200 512 1450 1 terabaytligi 1700 euro. Samsung Galaxy S24 ekan bu. S24 256 GB 860 128 GB 800 euro ekan. S25'ler narxi bu yoqda mana ko'rvasalar ham bo'ladi. Bu Redmi Pro narxlari mana. To'xtatib ko'rib olasizlar. Bu nima ekan? MacBook Air 13 narxlari. Bu MacBook Air 13 ekan bu ham. Bunun narxi mana. Bu ham MacBook Air 15 narxlari. MacBooklar. Bu nima ekan bu? Monitor, klaviatura. Bu iMac Brilliant narxi. Yaxshi narx. Notebooklar narxi. Bu nima ekan? Mana ekranda yozib turibdi. Asus ekan. Mana yerda hamma narsasi yozib qo'yilgan. Ko'rib olsa bo'ladi. i7 ekan. Bu garantiyasining narxi bu. O'zini narxi bu birgalashib 4 yil garantiya bergan narxi shekilli mana. Bu ham Medium degan kompyuter ekan. 800, 890, 700, 800 mana. Huawei 800. Bu 558 euroga Samsung bor ekan. Lekin bularning gigabayt RAMlari, mana qanaqa narsalar farq qiladi, ishlamchilari tabii ki de. O'sha narxga qarab hamma narsa qimmatmi, arzonmi endi bilmadim. Lenovo 32 GB 1568 1 terabayt bir narsalari Windows 11 bo'lsa yaxshi ekan. Bu ham Lenovo ekan. 800 euro. Bu o'yinni yaxshi ko'raman, simulyator. HP bo'ladimi? HP nima bo'ladi bu? Televizor qarang, kattaligini. Bir 1800 2200 ama qanaqadir MediaMarkt karti bilan 1850 ga tushar ekan. Vay. Endi bular normal televizorda buni ko'rsatmaydi bu HD programma. Narxi qancha ekan buni?
2800 qo'shdi. 2800. Bunga yarasha uyda salon bo'lishi kerak. Ko'radigan. Bu 1889. Ekranlari nima buni? Qanaqa bu? Mana netga yozib ber ekan bular. 163 ga 65. Bu eng kattasimi bu? 209 ga 83. Bu 195 ga 77. Sam doğru biz boklari yo'qmi? Ama uyimizda televizor bor-ku. 1229 euro. 163 ga 65. Yaxshi, bunga PlayStation olib olib, bu necha ekan? Bu 163 ga 65 ekan. 1450 euro ekan. Bu yoq hamma yoq televizor. Endi cho'ntakka qarab, bu yo'q mana 300 euroga ham bor. 279 euro mana. Tepadagi 200 euro. Mana ular 200 dan boshlangan narxlar. Pastdagisi pashta 300 dan boshlanyapti. Tagidagilar 5-600 dan, mana 400. Xullas boshlanyapti narxlar. Yaxshi. Kredit qilib olsa bo'ladi, Germaniyaning yaxshiligi. Hammasini chiroyli kreditlarga olsa bo'ladi. Bu qancha ekan? Bu 800 euro. Mana hayda qo'yib qo'yishadi-ku, odamni ko'zini o'ynatib. Uyga borsangiz televizor buni ko'rsatmaydi. 1300. Yaxshi. Narxlar. Qimmat. U metan bitta katta bir narsa bor ekan, nima ekan bu? 195 ga 77. LG Life's Good. Life's Good. Dronni qarang, mana. Biz havas qilgan dronda 2100 euro pashti, ammo kamerasi ham kamera. Va har xillari tabii ki de. Bular hammasi DJ, Osmo shunaqa narsalar. Bizga mana bu ham bo'laveradi. Bu ham bo'laveradi. 700, 1100, 1040, 1560. Ha. Dronlar narxi. Va men keyinchalik olaman deganim mana shu. DJ Osmo Pocket 3. Yoki buni nisbati o'shandan hozir telefonda mana qanaqa narsada olyapman kameraga. Qaltirab ketmasligi uchun velosiped minayotganimda, hozir yo'q qo'limda. Juda yaxshi narsalar. Ha, mana bular va mana bu eng yaxshi ko'rganim. Nech pul ekansizlar qardosh? 279, 402, 58. Maniki. Telefonimni mana shunga qo'yapman. Mana bunda video olyapman men. Bundan olib ketdim, 159 yevroga olib ketdim. Qo'li ham 159 yevro ekan, o'zgarmabdi. Mana bu meni uydagi mana shu. Bu kamera qo'yar ekan bunga, kamera qo'yar ekan. 469, yaqin 500, 300. Mana bu ham juda yaxshi narsa, endi titrashimlarga uncha aniqlay olmaydi. Ana shuning uchun mana bundan oldim. Mana o'ynaydi mana bu narsa. Va bossa yaxshi. Biz sekin chiqyapmiz. Emina xonim narsalar bo'lgan bo'lsa kerak yoniga chiqaylik. Vaqt o'tkazish uchun kirdim va sizlarga telefon narxlari necha bo'lsa ham ko'rsatay dedim. Bu Mediamax yonida qani? KK Max'dan chiqdim ekan. Ko'ramiz. Velosipedimiz turibdi. Yo'q, Emina xonim chiqmabdi. Значит, men yana ichkariga kiraman.
Veligimiz mana edi turibdi mana. Shu Olma Talxonning yonida ikkita qo'yganmiz. Bir icheriga kirib chiqayman yana. Va nihoyat Emine Hanım'ı bulduk. Emine Hanım, siz daha bitmedi mi alışveriş? Ayak giyimler öyle yaptı Özge. Bakalım ne almış. 60 euro. Vay, ama Tommy. Güzel, güzel ayakkabı. Efendim? Nereden aldınız lan? Hanımlar ayakkabısı. Bakalım. 30 euro. Öyle mi bu? Öyle yangi erkek tekip okumuş böyle ayollar var ki 60 euro. Ağaçları ayak yine başlarken. Bu 70 euro. Oo. Birinci salonga yoki to'yga keladigan yangi o'shimi? 39 euro mu? Yo'q, ha 30 euro. 39 razmer ekan. Haydi burada kapatıyorum. Hammalarining sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ne yapalım, gidelim mi? Biz Qaytishda magazinga kirib, yarın bu ertaga bozor, marketler kapalı, bekik. Emine Hanım'la yağmurda kaldık. Ah, yağmurda böyle kapüşonlu salafanlık. Emine Hanım nasılsınız? Hadi indir. Aa, tamam, önünü de kapat. Şu şekilde velosipedde üye geçik hareketli yapız. Haydi görüşürüz.